Assalomu alaykum. Hozir ko'p trendda bo'lib turgan Cobalt zamok haqida gaplashamiz. Buni libo mashina ustanovkasi bo'ladi. Bir dona universal reyli bo'lsa bo'ldi. Birinchi uchurtda mashinada stadionni simni topib olamiz. Dan so'ng o'rtasidan kirkamiz. İban tarafda görsəsə olar 86 40-dan keyin zamokda tarafini 386 ga berasizlar. Chiqib ketishni stadionni simine berasizlar. Ben tarafda 85 ga tuttu. Ona bir dona diod qo'yib berasizlardan ok tarafı dinamo ketadi. Ben tarafda 30 esa через zamok bo'ladi. Через zamok degani zamokni kilitni 2 marta ochgan vaqt tok keladi. 30 dan oyoqda qoladi. Şu vaqtında stadionni burgan vaqtında xudoqaza stadion turadi. Keyin qaranglar, ben tarafda diodni ko'rsatmasizlar. 87 bilan 86 ga o'tirib turibdi. Чтобы tok ben tarafda bir dona stadion urgan vaqtında menga tok keladidan 86 ni blokrovka ketib beradi. Stadion urib turadi, to'xtatmay. Qachon bu dinam kontroldan massa o'chadi, yo'qoladi. Keyin iban tarafda chiqib ketuvchini ajratadi. Keyin manfaat video bo'lsa, xudo xolasa yakada tashakkar qilinglar. Manfaatli video.